Dada, plastikga 100 ming pul tashlab yuboring yo'lkiraga. Hozir hamma talabalar qaytayapti-ku, yo'lkira qimmat bo'lib ketibdi-da. Xo'p, rahmat. Aka, shundan 70 ming qarzimni yechib qo'ying. 30 ming bilan qaygacha boraman endi? Ilhom ko'chaga kelgan ko'ylagimni olib kelmay uyga ketyapman. Bolalar ozgina produktda qolibdi, bo'lishib olamizmi? Ha, bo'pti. Yog'ni o'zim olib qo'yaveraman. Bolalar, 3 tuxumga shuncha moy yetadi, qolgani qolaversin. Yo'q, qo'y. Buxonga borib yeymiz, shimlab qo'yadi. Sen ketib qolmasin. Bu meni tovog'im, mana ayam qizillak qo'yib bergan. Yo'q, bu men yangamdilarki, kelin bo'lib kelgan, olib kelgan. Mana pushtiroq qara. Obbo, Xokan do'ziq edi-ki. Men daftarim-ku, yil tugadi-ku. Ismat, sochimni ko'rmadingmi? Ko'kmi? Ha. Yo'q, ko'rmadim. Ha, aka, xonani tozalab chikka-chikka qilib qo'ydik. Sentyabrda yana kelamizda, boshqa bola qo'yib qo'ymaysan? Ha, rahmat aka. Hey, sentyabrda kelsak xonani tozalab ketaylik. Guli nima qilyapsan?